Har kuni kerakli miqdorda issiqqina suv ichish organizmga juda foydali. Issiqqina suv deb 45-65 gradus atrofidagi suv haqida gapiryapman. Bunday suv ichishga 10 ta jiddiy sabab. Tanani gidratatsiyasini yaxshilaydi, terini namlantiradi, tanada detoks prosesini sifatli qiladi, qon aylanishini yaxshilaydi, qon tomirlarini kengaytiradi, qon oqimini, ayniqsa qo'l, oyoqlar uchiga yetib borishini juda yaxshi ta'minlaydi. Nerv sistemasini tinchlantiradi, hazmni yaxshilaydi, metabolizmni tezlashtiradi, tanani ertalabdan uyg'otadi, buyraklar faoliyatiga yordam beradi, filtratsiyani yaxshilaydi, tosh hosil bo'lishini kamaytiradi, yallig'lanishlarni oldini oladi, ortiqcha vazn bilan kurashishda yordam beradi. Asrlar davomida tasdiqlangan metod. Xitoyda issiq suv ichish madaniyati Je Shui deb ataladi. Uzoq umr ko'rish sabablaridan, sirlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Albatta, sinab ko'ring. Bu oddiygina odat tanangizga kutilganidan-da ko'ra ko'proq foydali bo'ladi. Ishonavering. Sog'liq haqida yana ko'proq bilishni istasangiz, meni Telegram kanalimga o'ting.